Hamidlar, navbatdagi 3+1 4 korpusli omochimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa buni Qashqadaryo viloyatiga tayyorladik. Xo'p, Belarus 952 traktori, 1025, LS100, TD110 traktorlarimiz juda ham ideal holatda tushadi. Mana orqalarini ham kalyonli bo'lgakida 8 ta bo'lgaka bilan bo'shaydi. Mana stoykalar top-toza. 35 lik stoyka mana chim odaralari bilan birga qo'yildi. Mana dangasi balonlari ham juda ham ideal holatda chiqdi. O'zini xuddi yengillanadigan bo'ldi. Ulanadigan joylari ham, instrumentkalari ham komplekt holatda. Mana oldin ham 2 xil razmerga qo'yiladigan qilindi. Mana atvalli mixlari chista Rossiya bo'lyapti. Stoykalar toza bus-butun, palov doskasigacha, orqasigacha, tramalarigacha qilindi, xudo xolasa. Mana ko'rishlaring mumkin. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Istalgan traktorlaringga sizlar buyurtmalaring asosida tayyorlab beraveramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat kattakon.